Masallarga nechtadan tuqqin dedi? Ikkita? Ikkita kam. Qanaqa yer? Ersirab qoldingmi? Xo'roz topib keldingmi? Bobur jo'ja. Qachongacha tovuqlaring bilan gaplashib o'tirmoqchisan? Bir boshqa ish qilsang bo'lmaydimi? Katta bola. Boy qo'l. Yur ket. Baxtli bo'l tovuqlaring bilan. Qanaqa tilda gapiray? Ruscha gap. Tegma shuni tovuqiga. Jonkacha bugun nechta tug'dingiz? Bobur. Burgut keldi ana. Jo'jalaring olib ketadi o'zi. Qarab tur. Yo'q deyman. Qo'y! Satto. Kuchugingga ayt. Tovuqimni ko'tidan tishlabdi. Ushlasam so'yaman. Unda sen ham tavug'ingga ayt. Likkillab kuchugi mahallada yurmasin, xo'pmi? Hali buni erib eshitsin. Kuchugingni yoradi. Rakacha zo'r. Tezroq ochish kerak, odamlar kutib qoldi. Bobur jo'ja, sen qayda unday zo'r kiyinib olding jo'ra? O'shanda men jo'ja boqsam, meni ustimdan kulgan deylar. Jo'ja boqasammi xayolparast deb. Men jo'jalarimni ko'paytirib, Ahmad Oltin jo'ja restoraniga sotardim. Bu Toshkentdagi mashhur restoran. Bilamiz. O'sha restoran endi Toshkentda tog'da bochkada ochilyapti. Men endi bularga yana jo'ja sotaman, yana milliarder bo'lib ketaman. Ana. Bobur jo'ja. Sani tovuqlaring qanday ko'payapti? Meni tovuqim hech ko'paymaydi. Mana bitta olganim hali ham bitta bo'lib turibdi. Chumaki. Bu xo'roz-ku bu. Qanday ko'paysin? Xo'rozmi bu? Ana unisi qayerda bo'ladi unda? Rolikka olib ko'rsatadi.